qilishibdi. Tog'am endi ana tog'am. Dadam ana chiqyaptilar. Voy tavba. Tog'am Karim. Pulli bo'lsin. Dadam tug'ilgan Kulum tutsak, kadırdan yüksek, sahtırlasın Sanki kafamı kaybedek, yaşlarım sayedek, akanaman yaş baladek, dadam zorda, dadam zorda, dadam zor. Gülsen meskuzlu yaşını, halal yiyen aşını, yol gemirmez başını, dadam zorda, dadam zorda, dadam zor. Sen zorlu bağlasına, çok güzel ilgisinde, adamların arasında, dadam zorda, dadam zorda, dadam zorda, dadam zorda. Sınavları da taklamam, men uchun chin qahramon, hamjon kuyarim mehribon, dadam zo'rda, dadam zo'rda, dadam zo'rda. Dur aytar huzur, undagi huzur, inomsiz g'ururim, dadam zo'rda, dadam zo'rda, dadam zo'rda. Hayırlısı halalim, siz bilan haytalim, sultonsiz kralım, dadam zo'rda, dadam zo'rda, dadam zo'r. Sanki kafamı kaybedek, yaşlarım sayedek, akanaman yaş baladek, dadam zorda, dadam zorda, dadam zor. Gülsen meskuzlu yaşını, halal yiyen aşını, Assalom sizlarga muhtaram zotlar, tashrif uchun rahmat, ko'nglimiz shodlar. Bu damlar g'animat, diydor g'animat, so'zimiz boshlashga yetingiz ruxsat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Farhodjon akamizni nurlarga, iymonga boy, Allohning nazar tushgan fazli xonadonlariga yaxshi niyatlar ila qadam ranjida aylagan aziz mehmonlar, mezmonlar. Mana bugun Farhodjon tog'amiz 59 yoshlarni qarshi olayotganlar, tug'ilgan kunlari bilan barcha oila a'zolari nomidan, farzandlari nomidan, barcha bachalalar nomidan tavallud ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim otajon umringiz uzoq bo'lsin. 60 dan o'tib 70 ga yetib, 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 yoshlar bilan yuzlashib yuring ilohim. Inshaalloh. Otasi bor insonni bu dunyoda kami yo'q. Armon yetar qalbida hech kimsadan kami yo'q. Bir chimdim osh qolsa ham bolam sen ye, qornim to'q degan so'zlarini eslab, netay ko'zlarimdan nam. Yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan otam. Mana bu go'shtni yegin. Mana bu go'shtni yegin, men uncha yoqtirmayman. Onam so'zin xushvoqit, yer edim qoldirmayman. Bola edim, sho'x edim, tashvish nima bilmayman. Do'stlarim shularni eslab, netay ko'zlarimdan nam. Yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yop, isib ketyapman bolam, deya meni sovuqdan asrab kelganlar hardam. O'zini barg sanardi, der edi meni lolam. Do'stlarim shularni eslab, netay ko'zlarimdan nam. Yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. Hayot menga o'rgatding, berding menga ko'p saboq. Farzandlardan nishona mana shu ota sochidagi oq. Otam rozi qilayin, oqsin oqlay qandoq. Do'stlarim shularni eslab, netay ko'zlarimdan ham. Yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan otam. Kimdir savol qildi, aytgan Muhammad yolg'iz sen rasulsan butkul olamga dod.
Xudo kimga yaxshilik qilay, ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob qildi. Tingla birodar, so'zlarim 3 bora quloqqa ilgan. Imkon topolsa dunyoda faqat otajoningga yaxshilik qilgan, onajoningni duosini olgan. Otajonimiz yerdagi biroz qarsaklarda emaslar, ular duosini albatta bu yerga tashrif buyurishimizga sababchi insonlar farzandlari Fayzullo akamiz albatta. Fayzullo akamiz otajoningizni bir bag'ringizga bosib, ko'rishib olasizlar, umrlar uzoq bo'lsinlar. Endi Xudo xohlasa tug'ilgan kunlarini o'tkazib, xolam bilan birgalikda hasablarga borib sizlarga nasib ro'z aylasin. Biroz qarsaklar bilan albatta. Umrlar uzoq bo'lsinlar. Hamisha bolalaringiz baxtiga bosh bo'lib yuring, umringiz uzoq bo'lsin. Osongina sinmasam kerak, ishlarim zo'r yurib turibdi. Allohimga shukrlar bo'lsin, otam duo qilib turibdi. Do'stlarimdan meni sira kamim yo'q. Omad meni quvib yuribdi. Har soniya baxtimni so'rab, dadam duo qilib turibdi. Umrlar uzoq bo'lsin otajonlarimizni. Doimo bolalaringiz baxtiga sog' omon bo'linglar. Albatta farzandlarim tabriklari bolalari, farzandlari, qizlari, ayollari, chiroyli tabriklaringizni otajoningizga, dilshollaringizni farzandlari nomidan yetkazib qo'yasiz albatta, marhamat. Allohga hammalarga xush kelibsizlar, sog' bo'ling, otajon. Baxtingiz sog' bo'ling. Ayblakamiz qanalar endi? Bu yoqqa qochib. Ayblakka keling. Albatta bugun xursandchilik kun, go'zal shodiyona sababchilari mana shu otaxonimiz, onajonimiz, umrlar uzoq bo'lsinlar. Karomatxon opamiz ham albatta tabriklari bor. Dilbandlari, umrlar uzoq bo'lsinlar, marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonimizga yig'ilgan barcha aziz qarindoshlarimiz, avvalambor hammalaring xush kelibsizlar. Dadamizni tan jonlari sog' bo'lsin, ilohim, umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Onam bilan birga kelasi yillarga Xudo xolisa shunaqa qilib chiroyli qilib xos safarlardan kutib olish nasib ro'za aylasin, ilohim. Inshaalloh. Yaxshi kunlardan niyat qilaylik, ilohim, niyatlariga yetsin. Barcha qarindosh urug'larimiz ham tan jonlari sog' bo'lsin. Hamisha xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat, tashakkur. Yuzga chiqqanlar ham to'y ko'ray deydi, ilohim ko'rishga ulgursin. O'zbekning ulug' bir so'zi bor, topganing to'ylarga, yaxshilik kunlarga buyursin. Ilohim topganimiz to'ylarga, yaxshilik kunlarga buyursin. Endi barcha farzandlaringiz bilan birgalikda davramizga taklif etamiz go'zal sho'x qo'shiqlar albatta sizlar uchun. To'ylar qutlug' bo'lsin deya, to'ylar Sadıkın yaşadığı